Qizig'i shundaki, lichkamizga ham yoki kommentariyamizga boshqa narsalarimizga statyalarda aytsak, yoki bo'lmasa konsaltinglarda o'qish haqida gapirgan, grajdanstvo haqida gapirgan gaplarda oddiy tilda gapirsak, o'shandan kamchilik qidirib, o'sha lichkamizga, kommentariyaga yomon xunuk ota-onasidan olgan tarbiyasini borini tashlaydida va aytgan statyamizni misol falon statya deb umumiy 3 ta 4 ta statyani aytsak va jumlamizni oxirida boshqa bir statyani yakunlasak, xullas общий jumlani olmaydida, mana shu statyani sen noto'g'ri aytgansan deydi. Keyin uni druzyasiga kirib qaraydigan bo'lsangiz, masalan qaysi mavzuni ko'targan bo'lsak, o'sha mavzuda o'sha negativga druzyasiga kirsangiz, konsalting firmani yomonlaydigan bo'lsak, konsalting firmani qaysidir bir konsalting firma bilan aloqasi bo'ladi. Kirsangiz, u ham shu falon konsaltinglarda doim kommentariya tashlaydigan, akajon, ukajon qiladigan yoki bo'lmasa yuridiskiy gaplar gapiradigan bo'lsak, oddiy tilda sen falon narsani noto'g'ri tarjima qilding deb chiqadiganlar bor-da. Tarjima qilganingda emas, bizda pryamoy tarjimani ham o'ylaydiganlar, o'zi ona til adabiyotini, o'zini ona tilini o'qimaganlar, sinonim, antonim, anonim, battarlar borligini bilmasligi, unday aytsa ham bo'ladi, bunday aytsa ham bo'ladi deydigan narsani bilmasligi oqibatida noto'g'ri aytding deb o'ylaydida va uning ham druzyasiga kirsangiz, falon yuridiskiy nimalar bilan dokument qiladiganlar bilan yoki oddiy o'rtakashlar bilan bordi keldi qiladigan odam bo'ladi. Shularga hayronman. Agar mard bo'lsa, o'zining firmasi, mana shu firmaga aloqasi bor ekan, falon konsalting falan, o'zining firmasidan chiqib dangal-dangalni nima qilsa bo'ladi-ku? Yo'q. Negativ bilan ota-onasining tarbiyasini aytib o'tish joiz va unga uchadiganlar ham mana buni shunday dedi-ku deb ismi nomi yo'q niklarga ham ishonadigan odamlar chiqar ekan. Bundaylarga Allohning o'zi kifoya qilsin, biz ularga yomon demaymiz, omadini bersin demoqchimiz. Azizlar, o'shandaqalarga aldanmang. O'zi negativ ko'payib ketgan. Biz shaxslarga dushmanligimiz yo'q, shaxslarga hech qaysiga unaqa yomonligimiz yo'q va asosan 90% dan oshiq biz shaxslarni aytmaymiz. Shunday jumlalarni tuzib keltiramizki, kimlar haqida, qaysi kompaniyalar haqidaligini tushunadigan odamlar o'zi tushunadi. Lichkamizga falon kompaniyada men ham adashdim deb 80 ming oldi, 100 ming oldi deb falon konsalting deb yozadiganlar bor. O'zingiz aytib chiqing, biz nima qilmaylik, o'zingiz aytib chiqing. O'shani mana shu dalillaringiz bor desa, pulimni olay to'xtang deydiganlar bor. Shuning uchun azizlar, e'tibor bermaymiz bunaqalarga. Biz e'tibor bermaymiz, biz qiziqib ko'ramiz. Ular o'ylaydi, topolmaydi yoki internet zamonidamiz, boshqa qila olmaydi deb. Yomonlik oladigan bo'lsak, statya bor. Yaxshilik bilan tekshirib ko'radigan bo'lsak ham bemalol topishimiz mumkin. Shuning uchun aldamang, boshqa qilmang deydiganlar ham ko'payib chiqadi. Xato qilish mumkin. Inson xato qilishi mumkin. Lekin bu degani aldayapti degani emas. Yoki bo'lmasa boshqa periodda boshqa ma'noda boshqa jumla tuzishi mumkin. O'sha siz o'ylagan to'g'ridan to'g'ri period emas, boshqa jumlani tuzib o'sha ma'noga olib kelishi mumkin. Shuning uchun azizlar, turli xil provokatsiyalarga uchmaylik. Qolaversa bizning juda ko'p maslahatlarimiz tekin, o'zi asosan tekin-ku. Lichkamizda ham so'raydigan, boshqada ham. Lekin shunday narsa bor ekanki, bepul endi oddiy gaplar bo'ladi-ku. Shu reyestrga tushib qoldim, falon statyaman maqlay desa, siz eng yaxshi yo'lingiz uyga keting desa yoqmaydi-da, yoqmaydi. Shu topib berishingiz kerak. Bir amallab topib berishingiz kerak. Topib beradigan bo'lsangiz, sizga o'zi nima qilmaydigan, kechmaydigan narsa uribdi. Bor, o'zi necha yildan beri bezdakmay yurgan ekansiz. Aka, siz hozir vaqt o'tkazyapsiz. Yoki boshqa desa, yo'q, menga falonchi qilib bermoqchi 70 ming, 100 ming deydi. Xo'p, joyi tayini bormi ekan desangiz, yo'q deydi. Keyin qarabsizki, aldanadi, 1 oy 2 oydan keyin meni telefonim ko'tarmayapti, endi nima qilay deydi. Shuning uchun demoqchimiz, juda ko'p yolg'onlar ko'p. Reyestrga tushganda, reyestrda boshqada
zapret ochishlarda o'zi tinchgina yurgan, behujjat yuribdi bir inson misol. Tinchgina yuribdi. Shu tinchgina yurgan odamni internetda boshini qotirib qo'yadi. O'zi tinchgina dachadami, boshqadami hech kimga bildirmay ishlab yuribdi. Unday odamlar o'sha tinchgina ishlab yurgani yaxshi. Eng grubo aytganda, bu joy topish yoki boshqa amal topish emas. Ishingizga aralashmasdan turib, o'zining kun keladigan, ketadigan kuniga to'g'rilab ketadigan paytigacha jim yurgan yaxshi. Men unaqa qilib olsam bo'lar ekan, reyestrga kirib olsam bo'lar ekan, o'qishga kirib olsam bo'lar ekan, yoki bo'lmasa falon qilib olsam bo'lar ekan deb xayoliga ham keltirmang. Bezdakmi etmisiz, dachadamisiz yoki biron bir skladda yoki biron bir podvalda ishlayapsizmi? Indamay tushganingizcha amallab yuribsizmi? Amallab yuring. Unaqa har bir narsaga o'ralashavermang. Chunki juda ko'p videolar bor, falon qilib beramiz, piston qilib beramiz deb siz pulni chiqarganingizda o'sha siz tushishni boshlaysiz. Ya'ni perevod qilasiz yoki naqd ko'rinasiz, xullas tashqariga chiqasiz grubo aytganda. Keyin tushib qolasiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz azizlar. Bunday narsalarga fitna zamonida ko'p narsaga ishonmanglar.